Omahlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda qor yog'imiz bo'lmaydi degan hikoyani anglamdik. Undaqda qulqinglar damliq, dillanlar hadanladi bo'lsin-a. Ajab to'ydim-ku bu qordan. Osmon teshilib ketgandek to'xtamayli yog'adi-ku bu qor. Qishda qor yog'maydigan ish bo'lsa, nimdaga yaxshi bo'ladi, ha? Ziyrakchan o'z-o'ziga shundoq deydi-da, qo'lidagi yog'och ko'rakni hovlining o'ttirsidagi taqday to'linib ketgan qarga kuchab sanjidi. Nim deydigansan, o'g'lim? Qishda qor yog'imiz bo'lmaydi. Hovlidagi qaldiq qarlarni supurayotgan Ziyrakchanning dadasi uningga qarab kuldi. Charchabsan-da, ha, o'g'lim? Azroq orom ivola. Oldirmay ko'raymiz-a? Charchimamdi odam doda. Bu qor kunda to'xtamay yog'aversa, hovlidagi qorni o'zdab o'gizdagi qor batihi. Ziyrakchan oyog'idagi qarlarni ochiqi bilan qaqqash tutilib turgan osmonga ko'zining paxtasini chiqarib qarab qo'ydi. Qishda qor yog'imiz bo'lmaydi, o'g'lim, dedi Ziyrakchanning dadasi astoydillik bilan. Qor yog'imiz nimdagan yaxshi? Qor ko'raymiz deb ovor bo'lib yurmaydi. Ziyrakchan dadasi qarab dimiqini qiqib qo'ydi. O'g'lim, ozroq amgakdan qichib, shundoq davotisan. Agar yer sharida qor bo'lmasa, buning oqibatini tasavvur qilmoq tez. Ziyrakchan dadasining bu gaplarini anglab, ancha parvo qilmagan holda. Biz bo'lsa yer sharida qurg'oqchilik bo'lar-shu, uningdan boshqa yana nim bo'ladi, dedi. Ziyrakchanning dadasining chiroyi bir tilla jiddiy tus oldi. Ziyrakchan dadasining chiroyiga qarab bir nimani sezgandek bo'ldi-da. Agar yer sharida qor bo'lmasa, qandoq oqibatlarning kelib chiqadiganligini bir anglab boqay doda, aytib bera, dedi. Qor faqat qishning ko'rki bo'lib qolmay, yana klimatga ko'rinarli ta'sir ko'rsatadi, dedi dadasi tushuntirib. Qandoq ta'sir ko'rsatadi? Ziyrakchan aldirab so'radi. Qor klimatga ko'rinarli ta'sir ko'rsatib, yer sharining temperaturasini tuvaltaydi, dedi Ziyrakchanning dadasi gapini davomlashtirib. Qara, olayliq quyosh nurini qaytarish orqali tuproqqa qaraganda issiqlikni texmi unumli tortadi. Lekin yig'indi qor yer yuzining temperaturasini qisman doirada o'rlitib yetadi. Chunki yig'indi qor yer yuzi bilan havoni ayirib, paxtaliq yotqanga o'xshash aslida havoga tarqildigan yer yuzi issiqlik miqdorini to'sib oladi. Shunga yer sharida qor bo'lmasa, havoning qandoq bo'lganligini hech kim bir narsa deyamaydi. Ziyrakchanning dadasi birdam o'ylanib oldi-da, gapini yana davomlashtirdi. Amerikalik bir klimat tadqiqotchisining isbotlashicha, agar yer sharida qor bo'lmasa, quyosh nuri qaytmay, qor yo'q qutb rayonlari, alayliq Kanadaning shimoliy va Rossiya qatorliq joylarda temperatura 5 Selsiya gradus o'rlab ketadi ekan. Yana bir jihatdan, garchi havo borgan sari ilayotgan bo'lsa-mu, ammo yer yuzi borgan sari sovib ketadi. Yil bo'yi muz bilan qoplanib turadigan mangulik to'ng tuproq balvig'i ikki qutbdan sirtqa qarab 5 paralleldan 10 parallelgacha doirada kengib yetibdi. Uning qarashicha, bu yer yuzidagi yig'indi qorning issiqlik to'sish rolini yo'qotganlikdan bo'lgan ekan. Doda, endi tushundim. Qishda yer yuzini bir qavat qor qoplab turmasa, nurg'un issiqlik xo'rab ketadi ekanda, shundoqmi doda? Ziyrakchan aldirab so'z qistirdi. Shundoq o'g'lim. Agar qishda yer yuzi bir qavat qalin qor bilan qoplanib turmasa, nurg'un issiqlik xo'rab ketadi. Qutb rayonining qisqa yoz kunida qabul qilgan issiqligimi bu ziyonning o'rnini to'ldirilmaydi. Doda, qor yog'misi bo'lmaydi ekan-ku. Endi qor yog'ishdan bezor bo'lmayman. Ziyrakchan birdilla ruhlanib, qo'liga yog'och ko'rakni oldi-da, qor ko'rishga kirishib ketdi.
Omaxlarim, bizmi Ziyrakchan bilan birlikda yangi bir bilimga ega bo'lib oldik, ha? Deymizmi, qish to'limi so'g'aq. Ba'zi vaqtida bek to'nlab ketgan vaqtimizda qishda qor yog'masa nima degan yaxshi bo'ladi deb bizmi shundoq o'ylab qilishimiz mumkin. Lekin qishda qor yog'masa qat'iy bo'lmaydi ekan, ha? Qorningmi o'ziga tushli xususiyati alaydiligi bor ekan, shundaqmi? Undaqda bugun o'rgangan bu bilimimizni, bugungi anglagan bu fanni hikoyani atrofimizga do'stlarimizga, dadamizga, opamizga aytib beraylik, ha? Kech bo'lib ketibdi, hammamiz bugun baldir uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.